Bu tarixiy lahza, bu g'urur, bu faxr. O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo Kubogi yarim finalda KXDRni doda qoldirib yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Temuriylar jamoasi nafaqat g'alaba qozondi, ular maydonda sinmas ruh, matonat va mahoratni ko'rsatishdi. Har bir gol bu mashaqqatli mehnatning mevasi, har bir hujum bu yurakka yaqin ishonchning aksi. Biz finaldamiz do'stlar. Bu endigina boshlanishi. O'zbekiston yoshlari yana bir bor Osiyo futbol sahnasida qanday kuchga ega ekanligini isbotlashdi. Temuriylar keldi va oxirigacha keladi. Oldinda final, oldinda yangi sahifa. Bu jamoa bizning faxrimiz, kelajagimiz, orzularimiz timsoli. Olg'a O'zbekiston, siz ham kommentda Olg'a O'zbekiston deb yozib qo'ying, sababi ushbu so'zlar o'sha futbolchilarimizga motivatsiya beradi. Ya'ni finalda. Kommentda o'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar. Bugungi kunda sportga qiziqish shunchaki tomosha bilan tugamaydi. Kimdir natijalarni oldindan taxmin qilishni biladi, kimdir esa bu bilimni foydali yo'nalishga aylantirib bo'lgan. Statistikani o'qish, jamoalarni tahlil qilish, o'yinga bo'lgan hissiyot bular endi boshqacha qiymatga ega. Ko'pchilik buni hobbidan tashqariga olib chiqdi. To'liq yo'nalish kerakli manzillar homiy silkasi kommentda. Harakat qilishga tayyorman deganlar uchun eshik ochiq. Yaxshi o'yin ko'rdik. Terma jamoamiz birinchi bo'limda U17 yigitlarni aytyapman. Keyin nari borsa shu ikkinchi bo'limning dastlabki daqiqalarida hal qilib qo'yaverishsa bir qiziqchi bo'lar ekan. Hech bunaqa turnirni o'ylamagan ekanmiz va hash-pash deguncha mana finalga ham yetib keldik. Va finalda ham hozir Saudiya Arabistoni raqib bo'lib turganligi uchun ularni 3-0 hisobida mag'lub etganimiz boisdan yana yirik hisob talab qilyapmiz. Shunaqa turnir hech eslaganmisizlar? Hech terma jamoamiz ishtirokidagi farqi yo'q. Qaysi yoshdagi terma jamoamiz bo'lmasin, shunaqa musobaqani men eslay olmayapman. Qoyil yigitlar. Shunaqa xotirjam, haqiqiy raqibdan kuchliligini o'yinda ham, maydonda ham, xarakterida ham namoyish etgan yigitlarimizga faqatgina qoyillar. Final muborak. Men shunaqa terma jamoani esladim. Milliy jamoalarimiz ichidagisini emas, balki jahon miqyosidagini esladim. Yevropa chempionati yaqinda bo'ldi va unda Ispaniya terma jamoasi finalgacha shunaqa chiqdi eslasangiz. Va finalda ham haqli g'alabasini qo'lga kiritdi. Ya'ni xotirjam, har o'yinda tushadi, raqibdan ustunligi maydonda ko'rinadi, tabloda ham o'z ustunligini ko'rsatadi va g'olib bo'ladi. O'sha yerda ham 17 yoshli bola bor edi. Bular ham 17 yosh. Shuning uchun ham ekanda Qizil Foraga o'xshashligimiz. Tabrik yana bir marta.